ko'proq eski voqealarni eslab urush boshlaydi. Biz urush boshlamaymiz, lekin ikkita yulduz bilan romantik va dramaga aylangan tarixga qaytamiz. Men yulduz emasman, lekin Siz hozir Shahzodadan ancha yulduzsiz. Ikki xil olamdagi inson, ikki xil dunyoqarashdagi insonni bitta uyga tiqib qo'ysangiz qanaqa bo'ladi? men bunga aytganman, foydasi yo'q, baribir uylanaman. O'zini kim deb o'ylayapti deganman. Aytganman, agar deganman tegmasang, eng yaqin o'rtog'ingni topib, uylanib, bir oldingda yurib, afsuslantirib, asabingga tegaman degan. Qaynona ham, qaynota ham hammasi mix komplekt. Men hozir xarakterimni ko'rsataman. Xo'p, nima bo'ladi oxirida? Ajrashamiz ham. Nima bo'ladi oxirida? To'yim kuni katta ehtimol bilan kuyov kelmasligi ham mumkin. Sharmanda bo'lib o'zim. Ikkalamiz eng baxtli oilalarni ko'rsatishda davom etamiz. Ayollarni tushunish uchun nechta institutga o'tish kerak? Siz tejamkor anaqani ko'rmabsiz siz. Savol. Pul xarajat qilgan ayollarni ko'rmabsiz. Demak, urushmoqchisiz, ko'rdingizmi? Qarang, soch makiyajimni o'zim qilsam, salonga bormasam, umuman xarajatim yo'q. Uyda gaplashamiz. Shanba 18:20 da